dekabr Xalqaro arab tili kuni munosabati bilan ushbu muborak makonlarda siz aziz insonlar bilan jamlanib turibmiz. Alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Islom ilmlarini o'rganadigan har bitta inson, har bitta talaba uchun arab tili bir asosiy vosita. Alloh taolo mana shu musobaqada muvaffaqiyat ato etishini so'raymiz. Arab tili kuni munosabati bilan O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbariyati nomidan muborakbod etaman. Sinxron tarjimonlikni rivojlantirish, ya'ni ravon arab tilida so'zlasha olishlik ko'nikmalarini hosil qilish degan ko'rsatmalar, topshiriqlar bo'ldi. Albatta o'sha xorijiy konferensiyalarga ham bemalol yuborsak, erkin mana shu yurtimizda diniy ma'rifiy sohadagi islohotlarni erkin bayon qilib bera oladigan imkoniyatga ega bo'lamiz. Bu tezkor savol javob, lekin tezkor degani juda qisqa bo'lish kerak emas. Ya'ni so'ralgan savolga to'laqonli javob kutib qolamiz. Muhaqqiq ulamolarimiz, oxirgi nahvist ulamolarimiz nakra ismdan xabar berish, ya'ni mubtadoni nakra qilish joiz deyishadi. Nimaga asoslanib aytishadi? O'zi vaholanki mubtado ma'rifa bo'lish kerak. Ya'ni foyda beradigan bo'lsa ishlatish mumkin bo'ladi deyishadi. Masalan, kavkabul muqaddo desa bo'ladi. Ha, biz ismiy jumla haqida gaplashamiz, fe'li jumla emas. Foyda bo'lmasligiga misol bormi? Masalan, rajulun qoimun deydigan bo'lsa, foydasi yo'q. To'g'ri. Shoirlar aytadi: "Ala ya musta'iral kutubi da'ni fa inna i'arata kutubi 'arun fa inna mahbubi min ad-dunya kitabun fa hal absarta mahbuban yu'aru" deydi. Kitobimni so'raguvchi oriyatga: "Qo'y, o'zi dunyoda eng sevimli narsam o'zi kitobdir. Ko'rganmisan mahbubamni kitobini bironta kishiga oriyatga bergan" deydi. Kanzul karami azbul kalimi hadil umami li shari'atihi azkan nasabi a'lal hasabi huwa khayru nabi fi ummatihi su'ul maqalati yuzri bi husnil halati لا تقولن ما يسوءك عاجله ويضرك آجله اعصي الجاهل تسلم واطع العاقل تغنم. Talari juda tez aytib, eshituvchilarga yetib bormayapti. Nima deyotgani? Bu tez aytish musobaqasi emas, balki hikmat aytish va eshitish musobaqasi bo'lgani uchun bir ball farqi bilan qo'ydik. في هذه الصورة يمكن أن نرى الأطفال هم يلعبون في مكان قريب من بيتهم. وهذه السوق يشبه سوقنا في أوزبكستان كثيرا ما يشبه سوق تشارسو. Uchinchi o'rin sohibi ikkinchi kurslarimizdan iborat Sakkoki jamoasi bo'ldi. Zamaxshariy jamoasi. Uchinchi kurslar. Marhamat. 442,5 ball bilan ekan. ...447 ball bilan birinchi o'rin. Mulla Jomining birinchi o'rinni olganligi institutimiz rektori Yo'g'indomla G'afurovni davraga taklif qilamiz. Ulug'bek domlaga sovg'a qilmoqchi. Talabalarimiz muborak bo'lsin. Va xohlasa katta ko'rgazmaga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Xattotlik bo'yicha o'z qo'llari bilan tayyorlagan, maşallah. Bu ishni boshida turgan rahbariyatimizga va kafedra o'qituvchilariga Allohim ajr mukofotlarini o'zlari o'ylagandan-da afzalini ato etgin. Talabalarimizga ilmi laduni, ilmi rabboniy berib kelajakda xalqimiz, elimiz, yurtimiz, dinimiz ravnaqi yo'lida xizmat qiladigan yetuk kadrlar bo'lib yetishlarini Allohim nasib etgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohim.